Assalomu alaykum. Bugun biz o'zbek romanchiligi maktabiga tamal toshini qo'ygan buyuk yozuvchi Abdulla Qodiriy haqida 10 faktni keltiramiz. Abdulla Qodiriy o'zbek romanchiligi maktabiga tamal toshini qo'ygan buyuk yozuvchidir. U ilk romanini 24 yoshida yozishni boshlagan. Adib ikkita Qodiriy hamda Julqunboy taxalluslari bilan ijod qilgan. Abdulla Qodiriy musulmon maktabida 1904-1906-yilgacha o'qigan. Rus Tuziya maktabida esa 1908-yildan boshlab 12-yilgacha bilim olgan. Abulqosim Shayx madrasasida 1916-yildan 17-yilgacha ta'lim oldi. Moskvadagi adabiyot kursida 1925-26-yillari o'qidi. O'zbek tafakkurining eng yorqin namoyandalaridan biri bo'lgan inson Stalin qatag'onlari qurboni bo'lgan. Qodiriy 1937-yili xalq dushmani ayblovlari bilan hibsga olinadi hamda oradan 1 yil o'tgach otib o'ldiriladi. Yozuvchining fojiali o'limidan so'ng O'tgan kunlar romani uzoq yillar mobaynida taqiqlab qo'yiladi. Ushbu kitob uylaridan topilgan insonlar so'roqqa tutilganlari va hibsga olinganlari haqida ma'lumotlar bor. Uning asarlari oradan 62 yil o'tib 1956-yildan boshlab oqlangan. 1991-yilda Alisher Navoiy nomidagi Respublika davlat mukofoti laureati, 1994-yilda Mustaqillik ordeni bilan mukofotlangan. 1990-yilda Respublika prezidenti farmoni bilan Abdulla Qodiriy nomidagi Respublika davlat mukofoti ta'sis etildi. Qodiriyning O'tgan kunlar asari o'zbek millatining eng yaxshi ko'rgan asariga aylangan. O'tgan kunlar filmi birinchi marotaba 1969-yili suratga olingan. Buyuk yozuvchi borasidagi ma'lumotlar sizga yoqqan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Ajab qilaman. Bu yoqqa. Bu yog'iga Zaynab ursin.